Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizda boshlaymiz. Bugungi darsimizda quyidagi speaking part 1 savollariga qanday qilib hammasiga bitta javob orqali javob berishni, bitta sample orqali javob berishni o'rgatmoqchiman. Xo'p, qaranglar, e'tibor beradigan bo'lsangizlar, hamma o'sha bu yerdagi speaking part 1 savollari asosan aktivitelar hisoblanadi va aktivitelar shunaqa aktivitelarki, sizlarga o'sha mental yoki physical healthlarni enhance qilishga yordam beradigan aktivitelar hammasi. Biz bularga bitta javob orqali javob beramiz, ya'ni quyidagicha. Xo'p, qaranglar. Sample'imiz because this way can help me enhance my mental and physical health, reducing stress and depression from busy work days. It also gives me motivation and energy to keep moving forward. Demak, chunki bu yo'l meni o'sha ham aqliy, ham jismoniy sog'lig'imni stresslar, ya'ni tirband, ya'ni busy ish kunlaridan olgan stresslarim va depressiyalarimni kamaytirgan holatda aqliy va jismoniy sog'lig'imni yaxshilashga yordam beradi bu yo'l. Va shuningdek bu narsa menga motivatsiya va energiya beradi oldinga harakat qilishim uchun. Bu barchasiga to'g'ri keladi quyidagi savollarni. Faqat boshiga bulardan oldin bitta boshiga nima savol bergan bo'lsa, o'sha savolga javob berib, bu orqali davom ettirish kerak. Misol uchun, do you like reading a book? Misol uchun, kitob o'qishni yoqtirasizmi desa. Yes, I enjoy reading books, especially novels and self-development books, because this way can help me enhance my mental and physical health, reducing stress and depression from busy work days. It also gives me motivation and energy to keep moving forward. Demak, men boshiga faqat siz o'sha kitob o'qishni yaxshi ko'rasizmi degan joyga yes, I enjoy reading books, especially novels and self-development books deb qo'shdim. Ha, haqiqatda kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Ya'ni novellarni va undan tashqari self-development qilingan kitoblarni deb aytdim va davomidan qo'shib ketdim. Endi qaranglar, do you like outdoor sports deyapti. Nima outdoor sportni yaxshi ko'rasizmi deb savol berilyapti. Xo'p, men javob beraman. Misol, yes, I do. I like playing football and going for hikes when the weather is nice, because this way can help me enhance my mental and physical health, reducing stress and depression from busy work days. It also gives me motivation and energy to keep moving forward. Demak, qaranglar, yana o'sha boshlanishni savolga javob berish bilan boshladim va quyidagi sample bilan davom ettirdim. Ya'ni siz outdoor sportslarni yaxshi ko'rasizmi deganda yes, I do. Ha, yaxshi ko'raman. I like playing football and going for hikes. Demak, o'sha futbolni yaxshi ko'raman va hikes, ya'ni piyoda yurishni yaxshi ko'raman. Qachonki ob-havo yaxshi bo'lganda. Va yana davom ettirib ketyapman. Bu yo'l bilan, demak, men o'zim physical, jismoniy, aqliy mehnatimni yaxshilayman. Xullas, o'sha sample'ni davom ettirdim. Yana 3-savol, misol uchun, do you usually run in the morning? Ertalablari odatda siz yugurasizmi deb savol berilyapti. Endi biz javob beramiz shu savolga. Birinchi, not every day, har kuni ham emas, but I try to run in the mornings a few times a week to stay healthy. Demak, har kuni ham emas, lekin harakat qilaman. Haftada hech bo'lmasa bir ertalablari yugurishga harakat qilaman. Sog'lom bo'lish uchun va davom ettiryapman. Misol uchun o'sha yugurishim meni o'sha mentalimni va o'sha jismoniy faoliyatimni yaxshilashga yordam beradi. Demak, har bittasiga to'g'ri keladi. Xo'p, reading bilan listening music, misol uchun physical activityga unchalik enhance qilmasligi mumkin. O'shanaqa vaziyat bo'lsa, o'sha physical healthni chiqarib o'rasizlar. Mental health, reducing stress and depression deb ketaverasizlar. Agar xuddi shunaqa, masalan, aynan jismoniy faoliyatga foydasi bo'lmaydigan aktivitelar so'rasa, demak, o'shani olib tashlaysizlar bolalar. Lekin jismoniy faoliyat albatta o'sha mentalingizga ham yordam beradi, jismoningizga ham yordam beradi. Shuning uchun ularga hammasiga qo'shsangizlar bo'ladi. Demakki, bolalar, mana shu yerda berilgan hamma savolga, adashmasam 12 ta savol bu. 12 ta savolga shunchaki boshida javob berib,
turib, ya'ni nima savol berilgan bo'lsa, boshiga bir og'iz bittagina gap qo'shib, davomidan buni qo'shsangizlar, sizlarga nerealniy darajada zo'r ball qo'yib beradi. Hot speaking partvallaringiz yaxshi boshlasangizlar bo'ladi. Ham kayfiyatlaringiz yaxshi bo'ladi. Keyingi partlarni davom ettirishda ham o'sha baribir sizlarni artificial intelligence tekshiradigan bo'lsa, baribir ham o'sha boshlanishidan sizlarni yaxshiroq natijaga inobatga oladi. Shuning uchun bu video sizlarga ancha-muncha foydali bo'ladi deb o'ylayman va qolgan o'sha partvallarga, savollarga ham to'g'ri keladigan darajada qilib, xuddi shunaqa javoblar, bir nechta savollarni jamlab, keyingi darslarimizda xuddi shunaqa demak samplelar tayyorlab beramiz, xudo xohlasa. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.